أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة، له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Hakikaten asmallar ve ziminin yaratılışıda, keşkündüzlerinin özgürep duruşuda, akıl ilgileri için enik ayetler, deliller, paketler vardır dedi. Yukarı ayetlerde Allah Teala'nın kemal kudreti ve mülki bütün asman ziminlerin ilgisi ikenlikini muayyenleştirgen. Ayet mi? Yukarıdan takilatıdır. Anda Allah Teala'nın şu kadir ikenlikini delil paketini beyan kılıvatıdır. Vallahu ala kulli şeyin kadir dedi o. Yani şu kudretinin delilleri. La ayat, la adille, vadiha ala sani'in kadimin alimin hakimin kadir. Yani kadir. İnek delil ispat paketler var dedi. İhtilafı leyl ve nahar, bunu alimler keçi kase, keçinin gündüz kılıdı, onunkin akıdın yani keçi kılıdı da nördişip kilişine ihtilaf değmez dedi. Ya ki bazıda bir cayının özde yazda kışta keçi uzun, gündüz kısa, gündüz uzun kısa da bunda uzun kısalıkta özgürlük durdu o. Muşunu da pöktü. Ya ki cenub bilen şimalda leylin nahar oşuşulmaydı o. Mesela şimalıkta yakırak herhalde bazı keçe 2 saat oluşu mümkün. Gündüz 22 saat degende. Muşunda oşulması kılar demek ki. Li ulil albab, akıl ilgileri için. Ulil albab kimlerse liman halusa akluhu minel hava. Aklı havaya havas şehvet xahişlerden sap bulup ketken, tutulgan, tazalangan. Hulusal lubbi anil qishir. Qanda tazalangan desa, mig'iz shakaldan tazalanganday. Fayara annal aradal muhdatha fil jawahiri yadullu ala huduthil jawahir. Bundan bu tabiiy sap, fitrat sağlam bo'lgan odam, aqli shu joyida odam, shuna nazar qilsa, ko'rib olaydi. Yenidan paydo bo'lgan bir al-arad, arad bilan javharning ilmul kalamda misol tarifi var. Javhar degani bitta maqam bidati. Yoki ma'lum bir o'rin egallaydigan, boshqa birisiga muhtoj bo'lmaydigan narsa. Yoki unda parchalanmaydigan narsa deymiz. Endi arad degan maqam bidati. O'zi yolg'iz bunda tura olmaydigan, ammo boshqa bir javharga qo'nib turib, bunda turganni arad deydi. Bu kalamchining istilohlari. Demak, bu paydo bo'lgan arad çokum anda cevherden bizde şu konap şu yerde tutuş gerek. Özel ultramaydı. Buna var ki bir aradның bir cevherde tuğallığı nimeni bildirdi olsa yadullu ala hudufil cevher. Cevhernin mu hadis kellikini. Onun mu yanıdan payda olan nas kellikini bildirdi. Nima uchunsa li anna cevheran ma la yanfakku an aradın hadis. Çünkü her qanda bir cevher, lazım bir o'rin egallab bunda bir yer joylashgan bundan narsa u çokum anda bir aradın hali bulmadı. Çokum bir arad buldu. Bunu ya onun rengi bunda deyimiz ya ki bunda çoğunlukla bunda deyimiz ya ki natık deyimiz mesela. Ya külüm sirgen deyimiz her kıl, yasemiz deyimiz ya uluk deyimiz her kıl bir anda ehval buludu. Bunda olan iken وَمَا لَا يَخْلُوا عَنَ الْحَادِثِ فَهُوَ حَادِث. Hadisten hali bulanmayan narsa üzüm hadis oldu. Yani hadis onun cayışıran, hadis onun üstüde turduğun münasip olup kalsa Hocam o hadis oldu. Bu anda kelamcının da delil hudus da sertifikat mukaddeme netice kılıp yaşayan bir delilin bu. Feva hadis edi. Bu şunda delil kıldık anda. Allah Teala'nın yekkigana kadir zat ekanligi mushu qanda delil bo'lalaydi da. Delil bo'lishi har qanday bunda hadis narsa yangi paydo bo'lgan narsa, cho'qim uni paydo qiluvchi bir qadim muassir yaratquchidan birisi muhtoj. Undan keyin Allah Teala yaratgan bo'lish kerak. Bo'lmasa unda o'zligidan bundan paydo bo'lib qolmaydi deymiz. Nima uchun o'zligidan bundan paydo bo'lib qolmaydi? Chunki bu fi g'oyatil itqon va nizam va tisa. Shunda ra'lik maslashgan bir-birlarni udilkagan holatda yaratilgan narsa o'xshashgan bu cho'qim ushti bir qudratli zotning nisbati deymiz. Lekin bu unda qamlashmagan, unda rassiz bo'lgan bo'lsa,
balki ham o'zining dunyo gumli bir patlab cho'ng patlash nazariyasida shundan qutlanib va tog' daryo yoki o'rmonliqda tashkillanib qolgan bo'lishi mumkin-da. Lekin bu narsa shunda moslashgan ekan, hammasi bir-biriga shunda yarashimli qaror turgan ekan, bu cho'qim obdan plan bo'yicha yaratgan bir zotning ishi ekan deb tushunamiz. Olim deydigan masalan tasodiflikqa davrishda shunda bir shodin natisi shunda yig'ilib qoliblar bir kengaslab qolgan mumkin emas. Ya bir tag'aribni shundan ham tugursak, bundan shundan ham Shekspirning she'ri qurilib qolgan bu mumkin emas. Çoxum unda bir kurashtirgan adam bo'lish kerak degandek, bu dunyoni shunda intizomli holatda yaratilgan qadim muassir zotdan bir bo'lish kerak. Yani u Alloh taolo. Lekin bu mantiqiy bunda istidlollar inson qanoatda turishda ojiz. İnsanın ko'nglini nima qilish, bu inson asli tabiiy sog'lommadan bunda dalilini bilmaydi. Ana shu maktabda nimada shunda nazariya falsafada tabiatini, fitratini bilg'otgan adam bo'lsa, bunda dalilni qilsa, matulab qolganlikdan boshqa hech nima demay qabul qilishi mumkin. Lekin unda aslida bu dalillarni mantiq bo'yicha tizib boshqa yasab bir gaplarni qilsa, ham boshqa apaquldan gaplar. Bo'lmasa shu kalamchilar bir-biriga o'xshamaydigan muddaolarga shunda dalil tizib ekildi. Mesela Gazali şu iqtisodiyot e'tiqodda buni dalil tizib ekildi. Bunda tizib ekelsa, zaten şu mecbur shunday demay chari yo'q. Ya'ni uning qarshi bir da'voga u shunda bir tizib ekildi, ras shunda deb turadi. Thumma hudufuha yadullu ala muhdithiha. Mana bu hodisa deganiki, buni paydo qiluvchi bir zot deb uning dalolat qilgan. Va za qadimun, u paydo qiluvchi qadim bo'ladi albatta. Nima uchun qadim bo'ldi deymiz mishada? Nima uchun? Deganda agar u yaratuvchi qadim bo'lmasa, u hadis desak, u hadis. Endi uni zinda ayoq tugmas, zanjirsiman bo'lib ketadi. Undan doğru tasalsul batıl deymiz. Endi doğru tasalsulning batılligini biz boshqa nima bilan boshqa bir isbotlab qo'yganmiz. U bir boshqa masala. Lekin uni batılligini isbotlashda unda dalillar tuzib bu chaqda batil deymiz. Bunu batılab qo'ygan ya kelgan chaqda buni paydo qiluvchi umma hadis bo'lsa, uni paydo qilgan bir oyinda ketilasi doğru tasalsul qildi. Doğru tasalsulni biz batil deb qo'ygan. Unda ekan shu qadimdan bir siyosatdan bo'lish kerak. Başligachida shu qadimdan bizni badi yutimiz. Eng oxiri borib oyog'i tuymagan ekandan ya to'xtamay boshlamji yutimiz. Ila ma la yatanaha. Oyog'i tuymaydigan, oyog'i chiqmaydigan darajada ketaverdi. وحسن صنعه يدل على علمه. Buna güzel, şiraylık, yanına maslashgan, intizomlik qilib yasag'anligi ham shu dunyoni yaratganligi bu zotninki, yaratuvchi zotning ilmlik zot ekanligini bildirdi. Va itqanuhu yadullu ala hikmati. Unda puxta yasag'anligi, mustahkam puxta qilganligi hikmatlik zot ekanligini bildirdi. Ve baqa'uhu yadullu ala qudratihi. Yani asman zimna yaratib bu necha ming yil bunda davomlashib turganligi qudratini ko'rsatdi. Biraz yildan bu cho'lib yo'qolgan bo'lsa, yasag'an narsa jak bo'lib qoldi dedi. Demak, Alloh taolo sifatiga unda bir dalil bor degandek, al-ilm wal-hikma wal-qudra shularni ko'rsatdi. وبقاؤه يدل على قدرته. قال صلى الله عليه وسلم ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. مش آياتنا أقوى تفكر قطعان أدم حاله وايد. إن في خلق السماوات والأرض مش من في آيات لنا. وحكي أنه كان في بني إسرائيل من إذا عبد الله 30 سنة أضلته الصحابة. مو من دبر روايات. Beni İsrail'de adettendir Allah Teala 30 yıl bes ibadet kıldığı olup kalsa, bunda ibadet kuyu kişiler olup kalsa, zahitler, bu bunda keramet gerçektir. Sizin bir bulut, devamlı sahip tutur ki. Neye mansa şu bulut üstünde mevcutluğun bulduk. Bunda bir keramet oldu ki. Fa'abadaha fatan falam tudillahu. Sonra bir jigit başında 30 yıl ibadet kıldı. Kısmı o bulut sahip tutan keramet kırılmaya kaptı. Faqalat lahu ummu لعل فرطة فرطت منك في مدتك. 30 yıl jarayonida balki sendan birar qusur, birar ishni joyida qilmay kam qilib qo'ygan ishni bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Qala ma akrish man aslimadan nishgan bo'tdim. Qalat la'allaka nazarta marratan ila as-sama'i wa lam ta'tabir. Balki osmonga birar qatimda qarab o'yinib ivratamay
qolgan bo'lsang balki shundan bo'lishi mumkin. Qala la'alla balki debdi. Qalat fama utita illa min zaka. Sen mushu karamatga erishmaslikdan dal ashkamchiligingni bo'libdi. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Örtüğan, uttağan ve yatqan hallarda Allah Taala'nı zikir qilib turdigan ve asman zullarning yaratılışida tefekkür qilib turdigan ve ey Rabbimiz bunu sen bikaga yaratib qolmading, cho'qim hikmat uchun yaratding deydiganlar edi. Ellezina fi mawdajar na'tun li ulil albab yani ulil albab desek bo'ldi. Ulil albabning sifati. Ulil albab fi mahalli jar bo'lgan ekan, li uli lam bo'lgan ekan, harfi jar. Mawa aning sifati bo'lgan ekan, bumi fi mawdajar. As-sifa yatba'u al-man'ut. Dedik-ku? أو نصب بإدمار أعني ياكي الذين ديان في محل نصب بوغان شرطة أعني ديان إدمار قلب أولي الألباب أعني الذين يذكرون الله ياكي على المدح دسكمل منصوب على المدح يعني أمدحوا الذين يعني أو رفع بإدمارهم هم تقدر قلب هم الذين يذكرون يعني وجغدا مرفوع لكن خبر ورندا بولدكن يذكرون الله قياما يذكرون الله نماذا يصلون ده تفسير يعني نماز okuyor Allah. Hadis var o. Örtü namazı koyan insan oturup okuyan insan yetip okuyan diyen. Mesela kesal olsa aslında okudu. Şu tarikada kıyaman ve koda ve ala cunubinin aslında manevri tefsir kıptı. Zikir diyen o adette namaz kışıldığa halba. Çünkü namazı zikri olan iken ve akın salat ile zikri diyende. Zikirni namoz qilish xoslik qilgan bilan har qanday namoz zikirsa emas. Zikr namozsizning bo'lgan narsaga. Bunda Alloh taolo zikr qilish har qanday vaqt muayyan qartilmagan. Davomli zikr qilishning dalilati qiyomatni qo'yadi. Ajan o'sha lafzi bir xil umum bor. Lekin ma tafsir shularlardan ba'zilar hadisning lafzimizga boshqani ko'rsatib turib bu namoz deb. Lekin namozga ishlatsa bu yaqin bakjiroq kelmaydi. Qiyaman o'rtugan holatda bu yani endel kudra örtüp okuyalığın çağda örtüp namaz okuydu deydi. Ve qu'udan diyen örtüp namaz okuyanmağın çağda oturup okuydu Allah. Ve ala cunubihim yeni yatkan halette endel acz yani örtüp oturup okuyanmadan boz kesel olsa doktorxanda yatkan adam olsa bimar aşında yetip okuydu. Ve qiyaman ve qu'udan halan min damiril fa'il fi yezkurun. Yezkurun deganiki vav fail vav aşağıdan hal deydi. Yani aşu zikr qildiganlar o'rtugan holatda bunda zikr qildi deydi. Va ala junubim hal aydan. Avul murad ishkin tafsir bana. Az-zikr ala kulli halin. Har qanday ahvolda zikr qilish. Bu yerda xuddi zikr qilish degan til bilan zikr qilish yoki qallisda o'ylab, o'y tafakkur bilan yod etish deydi. Tilda subhanallah ya elhamdülillah da zikr qilmasmi? Bunda kallas Allah Taolani eslab, Allah Taolo nisbatan ya bir ishni o'ylasa, Allah Taolo eslagan bo'ldi. Bu mumkin edi. Lekin adam da til bilan zikr qilishni bakrak qilishi mumkin. Lianna al-insan la yakhlu an hadhihi al-ahwal. Chunki inson 24 soat ichida hayotida ya o'rtugan bo'ldi, ya uttag'an bo'ldi, ya yatgan bo'ldi. Mushu ahvoldan xoli bo'lmaydi. Demak, har qanday ahvolida demaksan. Yani o'rtugan, nima qilgan, yataqti deganni maqsad qanday bir ahvol bo'lsa, har holatda bunda zikr qilib turgan demakchi. Shu Rasululloh hadisida kana zikrulloha ala kulli ahyani. Yani biraz la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Lekin har qanday ahvolda, yani bu 24 soat davomli bo'lmasa ham udul kelgan chalda Allohmanda fursat bo'lsa zikr qilib turganligini bildirgan. Bir uzunroq bir vaqt mesela zikr qilmay o'tkazgan bunda vaqt yo'q degandek. Alloh deganda dalil asab har qanday junub yoki boshqa ahvol qo'shib chiqib durust chiqdi. Shuna biz junub holatda Alloh taolo zikr qilsa bo'ldi degan shu nimani tarjih qilgan. Mesela Uyg'urcha deymiz-ku, o'ttasi qopsa davomli bunda ish qildi bu degani
o'ttas qopsin, uningdan chetish emas kerak. Ya'ni davomli bir ish qilganligini ifodalaymoqchimiz. Shunga o'xshash, ya'ni o'ttas qopsa, yozsa degan gapni ishlatdim. لأن الإنسان لا يخلو عن هذه الأحوال. Mana mush uch ahvoldan xoli bo'lmaydi. Ya'ni hech qanday bir vaqtda Alloh taolo zikr qilmay, g'aflatda bo'lib qolmaydiganlar degandek. Va fil hadis man ahabba an yarta'a fi riyadil jannati falyukthir zikralloh. Jannatning bog'i bo'stonida o'ynab, yayrab, o'zirinishni xohlaydiganlar Alloh taoloni ko'p zikr qilsin debdi. Va yatafakkaruna fi xalqis samawati wal ard. Zikr qilsam yo'qmi? Va yatafakkaruna fi xalqis samawati wal ard. Osmonlarni va zaminni yaratish. Mushu masalada tafakkur qilishdir dedi. Va ma yadullu alayhi ixtira' hadil ajram al-'azam. Mushu cho'ng jismlarni yangidan yo'qdan paydo qilganligi dalolat qilgan shu oyatlarda tafakkur qilishdir dedi. Ajranan ajsamuch. Va ibda' san'atiha. Uni misli ko'rilib boqmagan shaklda chiroyli yasab chiqish. yaratish. Ama dabbara fiha mimma takillu al-afham an idrak ba'da ajaibihi min 'izam sha'n as-sani' wa kibriya'i sultani. Yaratqishining sha'nining kattaligi, huquq, qudrati, ulug'ligining kattaligidan kelgan ba'zi ajoyib ahvollarni tushunishdan aqllar ojiz qildigan. Aql uni herib qoldirgan tushunolmaydi. Mush ishlar munosabatlik hamda shunda Alloh taolo qo'llagan char tadbirlarni o'ylab baqadi deydi. Takillu degan, ya'ni tat'ab degan ma'no. Charchab ketdi. Ya'ni tushunolmay charchab ketdi. Yerib qoladigan. Kibriya degan ulug'liq. Vama dabbarama. Vama dubbira fiha imma takillu afan. Ashu osmon zaminni yaratishda qo'llanilgan charlarni qanday yaratgandi? Qanday charidan yasaganmi shuni deb aql tushunib yetishda tushunmay herib qolgan shunda ahvolni tafakkur qildi. Va ana nabiy sollallohu alayhi vasallam bayna rajulun mustalqin ala firashihi id rafa ra'sahu fa nadara ila an-nujum. Bir kishi ko'psida unda yetib ekan. Tuyuqsiz beshini osmon tarafga ko'tarib yulduzlarga va osmon qarabdi. Faqala ashhadu anna laka rabban va khaliqan. Qarablam debdi, men guvohlik beramanki, sening bir egang bor va yaratquching bor. Men buni guvohlik beraman debdi. Allohumma g'firli. Ya Alloh, menga mag'firat qilayotgan. Fanadarallohu ilayhi faghfara lahu. Shunga Alloh taolo menga iltifot ko'rsatib, mag'firat qilayotgan. Nadarallohu lahu, ya'ni Alloh taolo menga marhamat nazarini tashlab mag'firat qilayotdi. Demak, bu tafakkur qilganlikning xuddi fazilati orqali mag'firat qilayotgandagina. Seyinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayol Maymunaning qishda bir kun tunab qolishini İbn Abbas Maymunning jiyani o'g'in ekan. Maymuna Ibn Abbasning ammasi. Ibn Abbasning Rasulullahning kecha namoz o'qishini ko'rsatib uyini olmadi deb qo'ngan chog'da Rasulullah kecha qilib namoz o'qidi. Namoz o'qib muqamda Ibn Abbas sol tarafga tursa o'ng tarafga kelib qo'ydi masalan. Endi ishlar keyin ondan oxirida namoz o'qib bo'lib muqamda ekan unda Rasulullah yüzünü bir silütep, uykusunu zat içirtep, nefi halk semavatı degan bu ayetini o'qitgan. Yani şu çağında bir tefekkür qilib o'qigandak. Ve qala sallallahu aleyhi ve sellem la ibadata kat tefekkur. Tefekkur qilishdak unda feyz ibadet yo'q. Azraqa desem albatta. Ve qila al fikratu tuzhibul ghaflata ve tuhdithu lil qalbil khashyata. Manda deyilibdi, bu hikmat danishmanlarning so'zlari ekan. Tefekkür qilish g'aflatni yo'qitadi. Qalbga Allohdan qo'rqishni paydo qiladi. Va ma juliyatul qulubi bimislil ahzani. Dillar qayg'urish, hasratdak, mushunda narsada tovlangandek, saplashgandek, boshqa bir narsada unda suzuk bo'lmaydi. Qalb hasrat ulab nima qilsan, o'ylanib adam, ashunda dillarini saplashir ekan. Walastanarat bimislil fikr. Tefekkurda yurgandek unda boshqa narsada yurmaydi. Ya'ni tefekkurda bakir kutadi demakchi dillar. Bu anda shu tefekkurning fazilati haqida demakchi. Rabbana xalaqta hada batila. Ey Rabbimiz,
Buni sen beka yaratmadın. Ey yaquluna dalik. Hadi ve yaqulun degan tushadi ba. Bu tafakkur qilinmaydi degan bir savol bor. Desa yaquluna Rabbana ma khalaqta hadha batila. Ve o fi mahallil hal bu halatni bildirgan yani ravishtimdo. Ay yatafakkaruna qailin yani mushunda degan holatda tafakkur qildi. Do tafakkur qilgach munda deydi. Yoki munda degach tafakkur qildi. Hozir degan munda degach tafakkur qildi. Vel ma'na ma khalaqtahu khalqan batilan bighayri hikmah. بل خلقته لحكمة عظيمة وهو أن تجعلها مساكن للمكلفين. Hikmetsiz yaratmadan bunu mükellef bendelerinin turalı cair kılışını yarattı. Ve edilleten lehum ala marifetik. Seni tunuş için delil kılgan pakit kılıp yarattı. Muşunu tefekkür kılış için Halık baken de tunuyuptu seni. Ve hâdâ işaretun ilal halk. Rabbana ma halakta hâdâ dedi o. Hâdâ diyen sin işare, demek işare edilse yaratışka adetti. Ya ilal halk diyenle ala ennel murad bihil mahluk. Adet halk diyenin mahluk manası kıldı o. Şu adette halk desek şuraya halkı, Mısır halkı diyendek. Yani şu mahlukunu göz tutumuz o. Bunda işletiş var. Lakin yaratışının özü masdar desek mi buldu? Ma halakta hâzâ batila. Yani şu yaratış işini sen dikkat kılmadan diyen manada buluşun mümkün. Yine ya digine o mahluk maksat. Ma halakta hâzâ yani es-semâvât vel-ard vel-cibâl bundan. Evvel es-semâvât vel-ard. Ma halakta hâzâl mahluqa batilan diyen bu bir. İkincisi yukarıda kılgınlıgan asman ziminla işaret desek buldu. Liannaha fi ma'nal mahluk. Çünkü o mahluk manası. Kendi akıllı ma halakta hâzâl mahluqal acibe batila. Yukarı mahluk desek asman ve ziminlardaki yaratılgan mahluklarını bekar yaratmadan degandek bulup kıldı. Semavat vel ard deb qalsak o çağda caiz şudur. Lekin mahluk manası desek asmanlar ve zimindeki şunun içindeki mahluklarını bekar yaratmadan degandek manası kıldı. Subhanak seni her qandaq nalayıq sıfatlardan paklayma. Tenzihen leke anil vasfi bi halqil batil. Seni unda batil narsini yaratish bilan sifatlaşdan paklayma. Yani bu xuddamda mafhum mutlaq. Usabbihuka subhana degandek. Baklan paklayma. Ve huwa i'tirad bu cümle i'tiradiye. Yani onu qistirib qo'ygan cümle. Asli bunun tartibi qanday esa Rabbana va xalaqta hada batila faqina azabannar. Degan arliqqa subhanak rizqandan o'qimaysa bikalmaka yaratmaysa deyitib davomlashtirdi. Faqina azabannar al-fa'u dakhalat li ma'na al-jaza. Bu yerda yuqorqi jumlada mandan qilgan dedi o. Bu yerda bir shart bor ekan. Bu xuddi faqina azabannar degani shu shartning javobi jazosidek bunda kelgandek bir ma'no bo'lg'achqa Tani şeyçide bunun qanday taqdim qilib iza nazahnaka faqina azabannar. Biz seni farklaymiz. Farklaganlikin şuna bizni do'zax azobidan saqlagan degandek bir mazmun bor. Yoki bunday desek bo'ldi. Biz sana itoat qilamiz, payg'ambarga ergishimiz, bunday bo'lganlikin bizni do'zax azobidan saqlagan degandek bir mazmun bor. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta. Ey Rabbimiz, sen kimni do'zax chigizib tutsasan, uni aloq qilgan, rasvo qilgan bo'lsa, yani bu yerda shuni bizni unda qilmagan degan. Bu hamda do'zaxdan saqlanishda qattiq mubolag'a qilib tilashdan iborat. Yuqorida duo faqina azabanlar dedi. Va shuning davomi texamamda shu do'zaxdan bizni saqlasin deb bekrak tilashdan iborat. Akhzaytahu ahantahu aw ahlaktahu aw fadahtahu. Xizi deganning ma'nosi unda 3-4 qo'yildi. İhana, fadiha, yoki halak deganday ma'nolar bor. Vahtajja ahlul va'id bil aya. Ahlul va'id kimta? Mu'tazila. Çünkü Mu'tazilinki al-va'd va al-va'id degan prinsip bor. Ular yajib Allohi tahqiqul va'd va al-va'id degan qarashni o'tirib qo'ygan. Yani va'id deganimiz hozir mana ishonmasan yo kafir bo'lsang do'zax tashlaman deydi-ku. Undan Alloh taolo mushu tahdidini ijro qilish kerak. Bakalım da do'zax tashlaman degandan keyin unda do'zax tashlamay uni apoqlas bo'lmaydi, jannat chiglas bo'lmaydi deydigan bir narsa bor. Mushu oyatni Mu'tazila dil qiltiribdi. Innaka man tudkhilin nar faqat akhzayta. Xuddamasan cho'ng gunoh qilgan birsini Alloh taolo do'zaxdan cho'ng gunoh uchun, shu qilgan qilmish uchun do'zax tashlanib, azroq jazolanib, keyin gunohga loyiq azoblangandan keyin jannat childi deymiz-ku. Bu da do'zax shunda chiganki bu sahibul kabira. Bu da mu'min emas.
Nega men turxinlar faqat ahzaytaman. Demak bu halak qilayotgan bo'lsa, u ish tugashdi buni. Bu mu'minlar u ishga chiqmaydi undan. Demakchi ekan muhafiz. Bular ma'ayatni dal yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal-ladina amanu ma'ahu. Alloh taolo payg'ambarni va uning bilan iymon etganlarni halak qilmaydigan, rasvo qilmaydigan kunda degan. Anna man yadkhulun nar la yakunu mu'minan mana. U do'zaxga kabira gunohlar uchun jazoni bir qatim chiydimi, bo'ldi u mu'min emas. Shu do'zax shunday chiyanki, u kofirlikning isboti bu. Bir chiydimi, bo'ldi chiqolmaydi. Mangu xaludu debdi. Aktu mu'tazila sahibul kabira fi manzila baynal manzilatayn deydi. Lekin ahli sunnatning qarashi bo'yicha, yo'q bu do'zax chirib, gunoh qarta jazolanib, shungalar jazolangan ekan, andan jannat chirdi deydi. Shuning qarta, ya bir qatim chiyadan bo'ldi chiqolmaydi, u kafir demoqchi ekan. Qulna bizning radiyamiz nima? Qala Jabir ikhza'ul mu'mini ta'dibu. Mu'minga nisbatan xiziydigan u boshqa, kafirga nisbatan xiz u boshqa. Hammasidan o'zining ahvoli qarab xizi bo'ldi. Mu'minga azroq azoblanib bir tazlangan qadar jazolansimi, u xizi hisoblanadi. Va kafir qattiq mangu jazolansa, uning nisbatan bu xizi bo'ldi. Ya'ni xizyun duna xizyun, kufrun duna kufr degandek bunda nisbiy xiz demakchi ekan. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu yani azroq gunohlar adatlanishi bu uning nisbatan xizi hisoblanadi. Ve enne fevka zalike la khizyan. Onun üstüde yani kafirinin da igir khizisi var. Müminin yengil khizi var, kafirinin igir khizisi var. Yani khizyun duna khizyun diyenler. Peki ağla delil kılgan yevme la yukhzillahu nabiyye vellezî amenu ma'ahu diyenine bununla cevap vergili diyen. Yani bu Resulullah ile billah iman etken ashabılı khas. Amenu ma'ahu dedi o. Aş peygamberler birlik iman etib etrafida jihad qilib, ashun qo'g'dab, islom uchun fidokorlik qilganlar ashun xos. Lekin uni keyin kelgan ularni tutun ismaydi desa bo'ldi ekan. Xosun biman amana ma'ahu desa. Yani ularga nisbatan unda kichikna xizmi yo'q. Ana keyin kelganlarga cho'ngina qilgan bo'lsa, azroq xizi bor. Bu kofirning xizidan turan. Unda deymiz. Wa ma lil-zalimin min ansar. Lil-zalimin ki lam allam ishara ila man yadkhulun nara wal murad al kuffar. Zalimlardan maqsad kafirlar. Yani kafirlarga nusrat berişi yo'q, yardım bergan kishi yo'q degan ma'noda. İman etganlik uchun o'zga zulm qilgan zalimlar. O'zga zulm qilganlar. Chunki Qur'on Karimda val kafiruna humuz zalimun dedi. Yani inna shirka la zulmun azim dedi. Vema lil-zalimina min ansar. Yani min a'wan yardım berdigan hamdamchi yoki shafaat qildiganlar, ularni tilbilib do'zaxdan qutuldirib qo'ydiganlar yo'q. Mu'minlarga ba bo'lgandek dedi. Mu'minlarga Rasululloh shafaat qildi. Shu ummatning bo'lgan asilarni Rasululloh shafaat qilib tilolgan ish bor. Shafaat olma. Lekin kafirlar undan yo'q. Rabbana innana sami'na munadiyan. Ey Rabbimiz, biz iman uchun chaqirgan bir zotni angladik, chaqiriqni angladik. Taqulu sami'tu rajulan yaqulu. Odatda menda deysan. Men bir kishining menda deganligini angladim. Yaqulu kada. Menda deganligini angladim. Fatuqi'ul fi'la 'ala ar-rajul. Angladim deganni ash kishiga qaratsa, sami'tu rajulan deb. Asli sami'tu sawt rajul deganda bo'ldi-ku? Bir odamni angladim degandek, ma iborasi. Anglash degan mushkelni ash rajulga tushirsa va tahdiful masmu' anglagan narsani ilib tashlasa. Ya'ni sami'tu sawtar rajul degan bo'ldi aslida. U adamni anglaymiz biz, adamning ovozini anglaymiz. Shu yerdimi sami'na munadiyan dedi. Chaqirguvchi bir adamni angladik degandek qilib qoldi. Nida al munadi degandek bo'lmishadi. Li'annaka wasaftahu bima yusma'u fa aghnaka an zikrihi. Chunki sen u bir narsani anglatish uchun gap qilganligi to'g'rida bir sifatlab qo'ygan ekan, shu ovozini degan gap mazmun shu gapning o'ramidan ma'lum bo'lgan bo'lg'achqa, uni qaytilgan bo'lsa-mu bo'ladi. Walawlal wasfu lam yakun minhu buddun. Agar unda yaqulu kaza deganda jinoyat bilgan bo'lsa, sami'tu rajulan endi unda deb qo'ysang bo'lmaydi degandek bir ma'noda. Va yuqala sami'tu kalama fulan. O'chadan deytdan falanning gapini angladim, nutqini angladim degandek unda deydi. Fal munadi huwa ar-rasul sallallohu alayhi vasallam aw al-Qur'an. Chaqiruvchi kim desa, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, bu Ibn Mas'ud ibn Abbas radhiyallohu anhudan kelgan tafsir.
Rasulullah islomga chaqirdi-ku. Yoki Qur'on oyatlari shunda chaqirilgan bo'lg'achqa, aş oyatlar tilovat qilgan bo'lsa, oyatni anglagan bo'lishi mumkin. Bu Qatada ibn Jurayjning qarashi ekan, Qur'on ekan. Yunadil iman, imonga chaqirayotgan. Allohga iymon aytish uchun chaqiradi. Shu haqida chaqirayotgan, shuni ko'zlab chaqirayotgan degandek. Va fi tafhimun li sha'nil munadi. Bunda chaqiruvchining sha'nini katta ko'tarilishi bor edi. İz la munadiye a'zama min munadin yunadil iman. Mana yunadil iman degani bir chaqiruvchidir. Bu qanday chaqiruvchi? Yunadil iman. İmanni chaqiradigan. Yo'q, buning sha'ni katta, isil bir chaqiruvchi ekan bu demoqchi ekan. En aminu. Nima chaqirdi bo'lsa, iymon aytinglar deb chaqirayotgan. En aminu bu chaqda bi en aminu desek bu masdariya. Masdariya bo'ldi. Au ay aminu bo'lsa bu chaqda en liyada tasriya bo'ldi. Yani bundan çağırırken ne ibaretse ey aminu din ibaret. Bi rabbikum fa amanna. Rabbinizga iman etinglar deb chaqirayotgan bir chaqiruvchining ovozini anglab, sonra biz iman etdik. Famishada nima ko'rsatdi? Tiz bo'lganligini ko'rsatdi. Shunda chaqirib anglab shu hamon siz iman etdik. Sami'na fa amanna. Shu hamon barliqda undan muhlatli qilmadi. Ta'qib. Yani tiz qabul qildik bu chaqiriqni demoqchi. İslamni biz tiz qabul qildik. Fa amanna. Qala Şeyh Abu Mansur rahimahulloh kim shu? Abu Mansur al-Maturidi. Fi dalilu butlan al-istithna'i fil iman. Ne bo'ldi? İstisna degan ko'pincha inshaalloh yanni ko'rsatdi. Aymanda biz o'tdiq-ku, bidatimiz aytdi. Al-aymanda istisna degan inshaalloh. Yani bir narsa deb ayolg'achda bir narsani nimaga esib qo'ysa bu istisna bo'ldi. Mesela amanna inşallah. Manda desa bu iman caiz bo'lmaydiganligi dalil var debdi. Ana mu'minun inşallah. Manda desa bo'lmaydi. Amanna deb kisib desa uni. Inşallah deb ta'liq qilib qo'ymaysa. Çünkü masalaplarning unisida Hasan Basri'dan kelgan ba'zi gaplar vardı. Ana mu'minun inşallah desqanda oldu, bulamdi bo'lmamdi degan ba'zi gaplar bo'lg'achqa, bunu shunda bir bahs qilib o'tgan masala. Mustaqbalni deb masalan iymonning tasdiqlashini yurib ketgan chog'da Alloh xolis mamlakatga ketiladigan mustaqbalni deb niyat qilib bo'ldi, lekin o'zining iymoni shak qilib qolsa, u shakli iymon bilan kelmaydi deb. Shu chog'da haqlar shunda igizpas gapni qilib, odatlanib qolgan ahvol bo'lg'achqa Hasan Basri'dan so'rgan. Ana mu'min inşallah deb bo'lamdi desa, binas degan. Endi hozir masalan Qashqarda sizlar haj qilmay asrni o'qilmaysa o'qidim inshaalloh deb qo'ygan gap bor. Bu bir tatampat gapim. O'tganda nikahda amrlarga Alloh deb qilsak, oldin inshaalloh demisi yo'qdi. Inshaalloh demisa, chunki Shafiy mazhabim bu ta'liq bu. Ta'liq alal mashi'a. Bu bir İngilizce taqbiy gapimda. Shunga keskin deymiz uni. Oldinda. Ma iymonni inshaalloh deb qo'ysa, bir xilanda istisno qilganda ko'p. Yani istisno degan inshaalloh degan Alloh xalq qilsa degandek bo'lgan ekan, bu amana deymiz. Amantu billah. İnşallah deydigan vaqt bor. Shuni joyida deyish kerak. Masalan, ata maktabga boramlar, inshaalloh boramiz, bunda deyish kerak. Masjidga boramlar, inshaalloh Allah vesairesi barmadı. Manda deymiz. Çünkü ötken zamanda tamak yedinizmi dedim inşallah. Bu burun yoktu mu şu 6-7 yılın yağı faydalı kapışı bu gel. Ben kaçlara hayran kaldım bu gel namaz. Takvadarlıkım da subhanallah inşallah maşallah dingemle kıstırıp işiltişini kılın inşallah'ın da ötken zamanda kıstırıp koyduğum bir adet çekilinip kalandır. Ma'man da şu devirde aşk kişilerinde bir xil gaplarni qilib hal anta mu'minsan mu'minun inshaalloh yendek tig'achqa bu imomlar bu haqda bahs qilib qolgan. So'ng ma aytgandan keyin Abu Mansur al-Maturidi inshaallohni qetib desa bo'lmaydiganligi dalil bor. Yani şu zamandagi ishlarni ma gap chataq demoqchidir. Nikah qildi inshaalloh so'ramaz. Nikah boshqa mazhabda tushdi, va Shafiy mazhabida toza joiz bo'lmay qoldi. Unda Alloh taolo xohlasa Alloh taolaning asli nikahni hisob qilgan qimmatlik xoliqini biz qanday qilamiz va kelsa. Unda Rasululloh va qilib falanning nikahini men xoldim desa, o'sha huquqdagi kamgani biz qanday o'qimiz? O'sha muallaq bunda tutirdim. Alloh taoladan uqtirish kerakcha. Ta'liq deydi shuna. Lekin Shafiy mazhabda tabarrukan deb qolsa,
Allah Teala'nın nimesine davamlıq inşallah deb kelgan bo'lsa Allah Teala'nın bizlarni deb tabarak nima qilman deb qas mayli deb qo'ydi. Lekin normalda bu ta'liq. Demak, keskin gapni qilgancha gapsiz deymiz uni. Unda istisno qilib ta'liq qilmaydi. Ta'liq qilgan chaqda o'gin, inshaalloh degan bo'lsa unda olibdi, inni fa'lun zalika gadan illa yashaalloh degan. Unda ishildan inshaallohni qatdish hammani o'z joyiga ishlatsa bo'ldi. Rabbana faghfir lana dhunubana. Demak, hozir xuddi iymon orqali tavassul qilayotgandek, iymon etdik. Unda bo'lgan ekan, biz iymon etgan ekan, bizning gunohlarimizni mag'firat qilasizlar, igimiz deydi. Dhunubana degani kabairana debdi. Dhunub bu gunohdan maqsad chung gunohlar. Va Ibn Abbosning kelgan tafsir. Va kaffir anna sayyi'atna sag'air debdi. Asl odamda g'afara deganmi, satara degan ma'noda yo'gacha, ya'ni o'sha biz mag'firat qilib ishlaymiz endi. Hani kafara deganmi, uni yo'gab qo'yash, dunlab qo'yash, ustini yeb qo'yash degandek ma'noda. Lekin an bilan kep qolsa, kaffara an deb kep qolsa, an bilan mutaaddi bo'lib qolsa, bu yerda ma'no tadammuni. Biz ko'p fe'llarni bir harf bilan ta'addi bo'lib qolsa, tadammuni ma'no kada dedik-ku. Masalan, Allohu liman hamida degandek. Asli samiallohu man hamida. Lekin buni ma'no istijoba mazmunini o'ziga olgan bo'lsa, samiallohu fastajaba liman hamida, faajaba man hamida degandek. Bunda mazmun bo'lsa, lamna kel liman hamidadir. Shunga o'xshash ma'nomi va kaffir anna sayyiatina nashar qilmishlarimizni yo'gigin va uni yo'qitib o'tgan degan ma'noda. Ya'ni bizni ijroq ketkizitish va an degani yo'gib ijroq qilitish bor. Ya'ni azil va azhib degandek ma'no bor yani. Yo'q, kaffir sayyiatina deb bo'ldi. Ya'ni satrak ya nasrak ishlarimizni yo'gib qo'ygan degandek ma'no. Lekin an bo'lgan ekan bizni nari qilib ketkizib degan ma'no bor. Va tawaffana ma'al abrar. Yaxshi zot bilan billa vafot taquzg'aysa dedi. Maxsusina bi suhbatihim ma'dudina fi jumlatihim. Ashulug'i hamra bulashqa xas qilgan holatda bizni va ashulning to'plamining ichida sanildigan qilgan holatda vafot taquzg'aysa dedi. Ham ilgari keyin bo'lsin, lekin biz shuning qatoriga chiqadigan kishilardan bo'laylik demoqchi. U bir vaqt bo'lmaydi-da, ba'zi abrorli burun o'ldi, keyin o'ldi. Nima? Ular tang birla degan gap emas. Zamon jihatdan tang birla degan emas. Lekin o'lsakmi, ashullar birla bo'ldigan, birla turdigan, birla hashr qilindigan, jannatga birla kirdigan degandek. Endi nima uchun mishada tawaffana abraran demidi? Endi abrar holatimizda vafot taquzg'in bizni demidi? Ma'al abrar dedi. Bu xato o'zini tazkiya qilmaslikdek, o'zini tuvan kim tartish. Ya'ni men abrar deyolmaydi. Ash abrar ahimda zotlar dedilar. Hislar degandek ma'noda. Men udalik etmayman. Lekin bizmi shuning qatori qo'shitalar degan ma'noda o'zini abrar deyolmay kam tartib qilgan duo. Men bir xil adabimda o'zini tuvan tutish iborat. Tadallul wal abraru al mutamassikuna bis sunnah. Abrar degan kimlar? Sunnatni ching tutadiganlar. Jam'u barrin aw barrun. Jam'u barrun barrunni masalan fi mahall jar desak, jam'u barrun aw barrunninki ko'p kalta. Bu yaxshilik qilish ham bo'ldi-ku. Karabbin yoki karabbun desak bo'ldi. Ka rabbun va arbabun va sahibin va ashab. Shunga o'xshash vazni siyg'isi. Rabbana va atina ma wa'adtana ala rusulik. Ey Rabbimiz, payg'ambarlaringning o'zi bilan va'da qilgan ash va'dangni bizga ato qilgaysan, bergaysan, vujud chiqarib bergaysan. Bergaysiga vafot bo'lgandan keyin degan bo'lishi mumkin. Vafot bo'lsa ilga degan bo'lishi mumkin. Chunki ayat va tawaffana duo, tawaffana vafot topgandan keyin ondan va'da bergan bizga jannat, ashu isl martabalarni bergaysan degan bo'lishi mumkin. Ay ala tasdiq rusulik. Ala rusulikni tasdiq rusulik debna, ya'ni payg'ambarlarga ishonganlikka qilgan va'dalarini ato qilgaysan, vujud chiqarib bergansan. Aw ma wa'adtana munazzalan ala rusul. Yoki payg'ambarlaringga tushirgan ash oyatlarda Qur'onda va'da bergan narsani vujud chiqarib bergaysan. Aw ala alsinat rusulik. Yoki payg'ambarlaringning og'zi bilan bergan va'dadir. Va ala mutaalliqatun bi wa'adtana.
ala ruslikni ala va'tanaga chetishlayapti. Wal maw'udu huwa thawab. Va'da berilgan narsa nima? Nimda va'da bergan Alloh taolo? Savob beraman deb va'da bergan debdi. Birinchi tafsir. Ikkinchi tafsir an-nusra lil a'da. Dushmandan g'olib kelsa, bala in tasbiru va tattaqu va yatukum min fadlihi yumdidukum rabbukum nama. Shunda nimani va'da bergan? Savob desak, oxiratda yani bu vafot bo'lgandan keyin undan jannatga berilgan savob bo'ldi. Agar nusra lil a'da desak, dunyodagi mukofot bo'ldi. وإنما طلبوا إنجاز ما وعد الله والله لا يخلف الميعاد. الله تعالى va'dasida turdi shunami? Va'da qilgan ekan, va'dasini o'zi chiqirdi. Shunda turliq, yana atama va'dtana, va'da qilgan narsani bergan deb. Alloh berdi va'dasi turgan zot bo'lgan. Nima uchun shunday talab qildi desa, mana tushuntirib berdim. Yani ma'nosi talab at-tawfiq fima yahfazu alayhim asbab injaz al-mi'ad. Ashu va'dasini vujudga chiqarishga sabab bo'lgan narsani bizga saqlab bergaylar. Yani biz shunday bir ishlarni qilaylikki, oxirida sizning va'dalarga nail bo'lganlardan bo'laylar. Yani sizning va'dalarga erishadiganlardan bo'lishingizga biz muvaffaq qilgaylar degan ma'noda demoqchi ekan. Yoki bunday desak bo'lgan. Alloh taolo shunda va'da berishni men sizni g'olib qildirma, yordam berma dedimi? Degan bular biz endi uzun muddatdan keyin yordam berishga sirtaqa qilolmaymiz. Agar va'damni tezroq bergan bo'lsalar, ha? Ya'ni qilgan narsani tezroq bir vujud chiqarib bergan bo'lsalar, deb bir xil aldiratgandek. Haliqa men berdigan pulni bugun berayotgan bo'lsa degandek, ha? Aldiratganlik mumkin. Avval muradu ij'alna mimman lahumul va'd, idhil va'du ghayru mubayyanun liman huwa. Endi bu shu va'da qilgan kishilar, uni ma'lum sifatli kishilarga va'da qildi-ku, lekin u plan pokun deb muayyanlashtirilmaydi. Kim nail bo'ladi, qaysi odamga tegishli bo'ldi bu va'da? Bizni ashu til bergan va'dalarga erishadigan kishilardan qiladigan bo'ldi deb. Yani ash va'dani bizga bersalar, biz erishaylik ash va'daga degan ma'no. Yani sizning va'dalarga erishadigan kishilar bo'lishga loyiq qilsalar bizni degan ma'noda. Avval murad sabbitna ala ma yuwassiluna ila idatik. Yoki sizning ash va'dalaringga yetkazadigan ishlarni qilishda bizni mustahkam qilgan, tavranmay turganlardan qilgan idat yani va'dalarini. Vuud ida mufrad. Wa yu'ayyidu qawluhu wa la tukhzina yawm al-qiyamah. Ma kinki mush jumlama ashu yuqorqi mazmunni kuchlantir, ya'ni sabbitna ala ma yuwassilna idatik deganni kuchlantirdi. Va la tukhzina yawm al-qiyamah. Qiyomat kuni bizni rasvo qilmaysa, halok qilmaysa. Aw huwa izharun lil khudu'i wad-dira'ati. Aw huwa degan naqaytudo. Atina ma wa'adtana degan qasik. Demak u va'dani qilgani unga emas, o'zining nat yelinib muhtoj holatda yalvurishni izhor qilishdan iborat. Yani o'zining Alloh taolo to'liq bo'ysunganligini, yelinganligini izhor qilishdan iborat. Innaka la tuxliful mi'ad. Yani sen va'dangda tursa, va'dangga xilof qilmaysa. Mi'ad yani masdar mimi bi ma'na al-wa'd. Tadarru, yelinish, yalvurish. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khifya. Fastajaba lahum rabbuhum. Ular shuni duo qildi, duo qilgan ekan. Alloh taolo ularning duosini javob qaytdi, javob berdi. Yani ajaba, javob berdi. Yuqal istajaba lahu va istajabahu. Ikki ahvolda ishlatildi. Istajaba lahu desin bo'ldi, istajabahu degan ma'noda ishlasin bo'ldi. Yani bunun ma'nosi ajaba degan ma'noda. Javob berdi degan bo'ldi. Va qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Duo qildim. Duo qilganki, men shuni qarta bir javob beraman. Yo'q, bu duoni ijobat qilmayman deb javob berish mumkin. Rad qiladi. Astajib lakum degan chaqirtanglar hamma duoni men beraman degan bo'lmaydi. Ma'qulda uni tasdiqlayman degan bo'lmaydi. Astajib lakum ya'ni shuni qarta bir javob beraman. Robbana desang masalan lavay deyman. Mum bo'ldi. Yoki 1000 yil umr berganlar 1000 yil bermayman bandam. Men tutayotgan, lekin umringga barakat beray. Bu bir ijobat. Cho'qim tilgan narsani berayotman degan gap. Bu misol hammadan qilgan duomiz ijobat bo'lib ketdi, ya'ni berayot sultonlar. Unda berayotmaydi. Ya'ni rad qilib javob bersimi, bu bir javob. Masalan, azar to'q ya javozat nuqtuq tahrirdan javob keldi ekan. Javob nima chiqdi? Ya ha ya yoqda chiqishim kerak.
Enni la udi'u amala amil minkum. Bu cevapdan mazmunum. Men sizlardan bir ishni qilgan kishining uni ajrini zarar qilayotmayman deb javob beribdi. Minkum sifali amil. Sizlardan bo'lgan bir ishni qiluvchining deb. Min zakarna unsa bayanun li amil. Amil deganimda erkak bo'lishi mumkin, ayol bo'lishi mumkin. Ayollarningmi qilgan ishi qarta erlarga o'xshash savol berdiganligini aytdi. Bu sababın nuzulda aslında bazı hadislarda Ummu Salama radhiyallohu anha müddetler hicret qilgan bir çekin. Bu bizim hicret qilsak Kur'an-ı Kerim'de bir ayollarında qasbi bulununda ecrimiz yana hiç gap yok ya Resulullah. Bizim aslında ecr alamdık deb noqanın afastejab Allah'ım deb manda ayet çıkandı. Ba'dukum min ba'd. Bazıdan digine ez-zekerun el-unsa vel unsa min ez-zeker. Kullukum benu Adem. Yani tiginle bir digen manda. Ev ba'dukum min ba'din fin nusrati ve din. Bazılardan digine yani sizlar dinda ve birbirlariga shunda hahuda hamdamda bo'lashda sizlar o'xshash degan ma'noda. Ve hadi cümle mu'tarida buyinat biha şirketun nisa'i ma'a rijal fima va'adallahu bihi ibadahul amilin. Amal qilgan, taat qilgan bandalarga Alloh taolo va'da bergan. Mushu hadisda erlarmi ayollarmi o'xshash, o'rtaq ekanligini bayon qilgan qisqartirma jumlalar edi. Men zakara unsa, ba'dukum ba'd o'xshash degandek-a. An Ja'far as-Sadiq radhiyallohu anhu man hazabahu amrun. Beshi bir kun kelib ya bir g'am qayg'u chiqib qilib, bunda nima qilib qo'ysa bir kishi faqala 5 marrat Rabbana. 5 qatim Rabbana desa, anja'allohu mimma yakhafu va ataahu marat. Qo'rqqan narsadan Alloh taolo uni qutuldirib, xohlagan narsani beruvdi. Yani mayata 5 qatim Rabbana deb keldi. Yani ki bu 5 qatim unda Rabbana desa, zodi ay Rabbi da 5 qatim zodimda to'lgan cho'qin Alloh taolo Allah deb beruvdi demiş. Ba'zi milda rivoyatda Rabbi desa zodi Alloh taolo lavay bandam deydi. Demay qolmaydi shuni. Diye rivoyat bor. Wa qara al-ayat alladina hajaru. Wa qara al-ayat yine 5 qatim Rabbalazi cho'qin diginni berdi. Qo'rqqan narsani qutuldirib qo'ydi deb mana bu oyatni o'qib bo'lmasa deb mushu 5 qatim Rabbana kelgan mushu oyatlarni yuqorqi oyatlarni o'qidi demoqchi. Va qara al-ayat deb chiqib qo'yibdi. Alladina hajaru. Endi bu mubtada. Hijrat qilganlar va huwa tafsilul li'amal al-amal minhum. Yani ashu mu'minlardan amal qilganlarning amalining bayonidir. Qanday amal bular? Lekin bu amalni nahayat katta, cho'ng sha'nni ko'tarib bayon qilyapti. Amal minkum. Qanday amal desa, hijratni hozir nahayat martabasini ko'taradi. Falladina hajaru hijrat qilganlar. Kana qala falladina amilu hadhihi al-a'mal as-saniyata al-fa'iqa. Yani mushunda yuqori üstün martabalik amallarni qilganlar degan. Wa hiya al-muhajaratu an awtanihim. Saniya degan yuqori. Fa'iqa degan üstün, katta degan. Fawq deganlik-a. Hammadan üstün turdigan yani. Bu shima vatanidan hijrat qilish. Alloh taologa iltijo qilgan holatda, Alloh taoloning huzuri qochgan holatda dinni ko'tarib vatan tashlab ketishdan iborat edi. Ila hayta ya'manuna alayhi xotirjam, yani dinga qarta xotirjam bo'la oladigan yerga ketish debdi. Bu hijratning tarifi ekan. فالهجرة كائنة في آخر الزمان كما كانت في أول الإسلام. Unda bo'lgandan hijrat degan islomning dastlabki davrida Ashhabistonga hijrat qildi, Madinaga hijrat qildi, Makka mushriklarninki aziyatga qiyin-qistoqlari uchragan chog'da. Davomdan keyingi qiyomat qadar kofirlarning aziyatda diniy erkinlikni siqishi bo'ldiganlar bo'lsa, qiyomat qadar bu hijrat davom etadi. Ya'ni Rasulullohning rizog'i la hijrat ba'dal fath. Bu la hijrat ba'dal fath, lekin jihadul niyat degani Madinaga inqilobidan keyin Makka fath bo'lgandan keyin Makkadan Madinaga hijrat qilish yo'q degan bo'ldi. Lekin boshqa yerdan Madina Makkada islom davlati bo'lgan bo'lsa, ya masalan Iroq, Yaman degandek joyda dinni joyda yashamagan odam bo'lsa, ay Makkadan hijrat qilish bor degan bo'ldi. Demak, hijrat dunyo oxirlashga qadar davomlashadi.
va ukhriju min diyarihim diyarlardan chiqarilganlar allati wulidu fiha va nashaw tug'ilib indikkan to'kilgan va o'sib yetilgan joylardan chiqarilganlar va udu fi sabili va mening yo'limda mening taatim uchun menga ibodat qilish uchun aziyat qilinganlar azarga uchraganlar qanday aziyat desa bishatni vodar til haqorat tayoq va nahbil mal tulman musodiqa o'tish bulvalash yuridu sabila din yani din yo'lini demoqchi fi sabili degan o'sha islom dinim yo'lida aziyatga uchraganlar dinni deb aziyatga uchraganlar demoqchi yaxshi musolat qo'yishim bo'ldi va qatalu va qutilu ya'ni urushib o'ldirilganlar va g'azav al mushrikina ya'ni mushriklar urushib jihad qilib shahid bo'lib ketganlar va qattalu makki va shami qattalu deb tashdidlan qira'atdir Makka va Sham qarilardan masalan Makkaningki Ibn Kasir Shamningki Ibn Amr yani va qutilu va qatalu ala taqdim va ta'khir Hamza ibn Ali al-Kisai bizning qira'atimizda Hafsning nasında va qatalu va qutilu amma Hamza va Ali al-Kisai ilgirken qilibdir va qutilu va qatalu da وفي دليل على أن الواو لا توجب الترتيب وقتلوا desa mushkilatga asosan vav tartibni bildirmaydigan dalil bor edi. Chunki o'ltirilib bo'lib bunda urushmaydi. Urushib bundan o'ltirildi. Nima? Val xabaru undan keyin oyat mubtadaga falladina hajaru degan mubtada va ila oxir qadar hammasi bir pumlab akasak oxir qadar o'qilgan oyat falladina hajaru dan tartib va qutilu degan qadar nima mubtada. Endi xabar nima bo'ldi? La ukaffiranna anhum sayyi'atihim va la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ularning nasar qiliqlarini, gunohlarini ularni nerga ketkizitaman va ularni jannatga yuzitaman. O jannatning ostida o'stan daryolar iqtirgan edi. هو جواب قسم محذوف منا لا أكفرن والله لا أكفرن والله مش هذا محذوف ثوابا في موضع المصدر المؤكد يعني إثابة أو تثويبا يعني مصدر معنى السكن ثواب برش جاتن ثواب باقلك جاتن يعني من عند الله Allah'ın huzurdan ثواب برش ibaret يعني من عند الله يعني bu ثوابın ayeti kattı demekçi. Ondan savabın indilar yanında aşı hicret kılıp Allah yolunda aşında eziyetlerge uçurağanlarının faziletini kötüreşer. Demek aşında aşın kıyallığa Allah'ın huzurundan şunda bir kat savab var. Belki başkalarına belki onda katta emas onu törek buluşu mümkün. Lakin hicret kıyallığa ve onun başka aşı işlerin kıyallığa Allah'ın huzurundan bunda kat savab var. لأن قوله لا أكفرن عنهم ولا أدخلنهم في معنى لا أثيبنهم. هذا آية بمعنى المصدر المؤكد هو مفعول مطلق تكا. نمشي نسا لا أكفرن عنهم ولا أدخلنهم ديان نهم من هم لب مجموعة كاسك أثيبهم ديان معنى با أثيبهم إثابة ديان دك بلدوشة ثوابا ديان لا أثيبنهم إثابة ديان. والله عنده حسن الثواب. Allah Teala'nın huzurda tavabının en müsse, en katı, en sıraylığı bari. Başkasının kaçtı yok. Allah'ın kaçtılan var. Yani Allah Teala has böyle. وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ غَيْرُ. Onun başka birisi o hüsn sevapka kadir olanmaydı. Tudde, sen birisi dedi o. Sana lazım boğanlar, sen izdavatkan lazım endi ba. Başkasını tapamaysa onu beyin. وروي أن طائفة من المؤمنين قالوا إن أعداء الله فيما نرى من الخير وقد هلكنا من الجوع. Bizim de aç yalanaç kılıp, ahvalda kılıp halakılıp gitip vermez, tüyşek gitip vermez. Çünkü Allah'ın düşmanları bunda rahat paragatta, huzuralatta bunda yaşayıp gitip verdi, depti bazı müminler. Diyen çağda müşahit düştü. La yagurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Kafir oğullarının jutlarda şunda huzur halavatta yayrab ketkenligiga sen aldınıp ketme. Gul olab ketme. İkisini gullötünü son degandek. Yani kafirlarning jiq pul topganligi, cho'ng tijorat qilayotganligi, dunyoda nesiyasning harakatligi, isl mashinalardan, isl uylar tug'anligi buni sen gullab ketmagan. Bu mu'minlarga tasalli va tasbit. Wal khitab li kulli ahad. Mana la yaghurrannaka ayyuhal mu'min degandek. Aw lin nabiy sallallohu alayhi vasallam. Rasulullahga desek la yaghurrannaka ayyuhan nabiy. Wal murad bihi ghayruhu. Rasulullah xitob bo'lsa, undan maqsad Rasulullohning ummati demoqchi ekan. Çünkü mana أو لأن مدرة القوم ومقدمهم يخاطب بشيء فيقوم خطابه مقام خطابهم جميعا. Çünkü ümmet hitap kılan çağda şu ümmetin hocasına, komandanına hitap kıysa, şu ümmet hitap kıygamına okşaş.
Fakannahu qila la yaghurrannakum. Xuddi bu la yaghurrannaka degan Rasululloh xitob qilgandek shaklda la yaghurrannakum. Sizlar buning oldidan ketmanglar deb butun ummatga qilayotgan xitob deydi. Va lianna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kana ghayru maghrur. Nima uchun Rasululloh xitob qilmadi bunda ummatiga xitob qilganlik bor dedingiz desa, chunki Rasulullohni mag'rur emasdi, oldin ketmaydi unga. Chunki Rasululloh maqsad emas bu, ummati maqsad. Chunki mu'minlar endi qalbisi kaptagan demoqchi ekan. Mutarradigan qavmlarni qatishdi. Tushunadigan mumkin. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غير مغرور بحالهم فأكد عليه ما كان عليه وثبت على التزامه. Demak, mag'rurlanmaydigan holatini taqim ta'kidlab, sen mag'rurlanmaysa, unga sen go'linib ketma, sen go'linmaysa degan taqim ta'kidlab qo'yishga iborat. Va tabbata ala iltizami. Ay mag'rurlanmay, fuqarlarga taqmo chinroq bekitish, taqmo mustahkamlash uchun degan gap deydi. Bu Qur'on Karimda buning misollari jiqin. كقوله فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا تكونن من المشركين ولا تطع المكذبين شنو وصش آيات ليمانجا يعني bu davomliq mushohatangda turgan bo'ldi. Sen shunda holatda unda mushriklarga amdan cho'mmaysa, mushriklardan emas, lekin davomliq izchil mushohatang turgan bo'ldi. وهذا في النهي نظير قوله في الأمر يبقى ما يقرأ أشتت مثال آيات لا نهي لكاجن أنا أمر دشوا اهدنا الصراط المستقيم بمؤلمن دعاء اهدنا الصراط المستقيم ده يعني bu صراط المستقيم ده azır lekin bizim davomliq mushohatimizda to'g'ri yo'lda qiygan demakchi yana oyat bir oyatda ya ayyuhallazina amanu aminu iymon etganlar iymon etinglar bu iymon holati davomlashinglar o'zgarib ketmanglar uyamga ketib qolmang degan ma'noda istimrarni bildirdi demoqchi. Mata'un qalil. Yani kafirlarning mal dunyoda nesiz kattolab dunyoda yayrab ketishidan sen bunda boshqa xiyol bo'lib qolma, go'llanib qolma. İşte iborat. Ozg'ini bir foydalanish, huzurlanishdan iborat bu. Xabar mubtada mahzuf ay taqallubuhum fil bilad mata'un qalil. Yani ularning o'sha shaharlarda, yurtlarda yayrab, rahat farog'atda o'zirilib ketishlari bu yo'qolan bir foydalanishdan iborat. Va arada qillatahu fi janbi ma fatahum min na'imil akhirah. Ular qo'ldan ketkizayotgan oxiratning o'zralati bilan aning dunyo foydalanishini qilsak, yana kelsak, uni az yo'qolan narsa hisoblanadi. أو في جنب ما أعد الله للمؤمنين من الثواب. ياك مؤمن الله الله تعالى خيار قوغم مكافأة سرشتسق ويقلق ناس بدو. أو أراد أنه قليل في نفسه لانقضائه وكل زائل قليل. ياك وقت ناس وغم كان. شريك تدغم ناس انقضاء كان وتك تدغم شريك تدغم. شريك تدغم ناس وغم كان يقلق سبنو منغو ناس وغم كان. ثم مأواهم جهنم. دلك onun ahvalını ibaret. Gözünü yumup açça az bunu bir paydandı. Andın bardıgan joyi nim buldu cehennem. Makanı cehennemdir. Ve bi'sel mihad üzlerge o'rin tayyordi bular. Ha? Cehennem tayyordi. Dunyoda qilgan kufr va boshqa tuyg'onlar bilan. Lekin o'zligi tayyorgan o'rin nima degan yomon do'zax. Lakin allazina taqaw rabbahum bu kafirning ahvoli yuqoriqidak. Endi Parvardigor taqvodorlik qilganlar şirkten saklangan, ma'siyatlardan saklangan. Lahum cennatun tecri min tahtiha al-anhar khalidina fiha nuzula. Ular aslında bir cennet var. Aslında üstten daryalar akıp durgan. Onda mengu kalıdı. Nuzulan diyen nuzul en-nuzlu ve-nuzulu ma yuqamu lin-nazil. Miman kelibamda bir uyga birsin, uyga emassan. Miman bo'lib tushsa birsi. Shuningga dasqan tayyorlab, yemek-ichmak tayyorlab, o'tirgan joyin tayyorlasa shu nuzuldir. Yani mimanni kutib oldigan so'rin yoki dasqan yoki joy degandek. Wa huwa halun min jannatin li takhassusiha bis-sifa. Jannatnadir nuzulan deb sifatlagan bo'lgan ekan, jannatdan bo'lgan bir holat. Bu qanday jannat desa, nuzul bo'lgan jannatlar. Yana chiga odamga shunda kutiladigan o'rin bo'lgan jannatlar demoqchi. Wal amilu allam fil lahum. Yerdan halni hal qilayotgan amil nima desa, lahum deganniki lam shu deydi. Ad-damirul majrur fi lahum. Yani lam adir harfi jar. Hum ad-damirul majrur. Yani hum degan amil demoqchi. Fa'il shu. Huwa masdar muakkad. Kana qila rizqan aw ata'an. Masdar muakkad deganimiz unda maf'ul mutlaq deydi. Yani nezaluha nuzulan, ruziquha rizqan, u'tuha ata'an degandek.
min indillah Allah'ın huzuruna bu manda aşını kattı demekçi. Sıfatun lahu şu cennetninki sıfte yani nuzulun sıfte. Ve ma indallahi hayrul lil abrar. Allah'ın huzurundaki savab, mukafat, cennet mengu davamlaşılan aşında kattı huzur halavetler dünyadaki kafirler bahman boğanma işine nispeten muhsin bandilar için bu takım afzal. Mimma yataqallabu fihi al-fujjaru min al-qalil az-zail. Yo'qolan tayinliq azgina pushak mujinda kafirlar bahman bo'layotgan shunday narsalar qaraganda bular itoatman bandilar uchun oxiratdagi Alloh taolaning huzuridan keladigan mukofot tahmi afzaldir. Lakinna bit-tashdid yazid. Lakinallazina ittaqaw rabbahum deganda lakinnallazina ittaqaw rabbahum da tashdid bilan qiraat qildi Yazid Abu Ja'far. Wa huwa lil-istidrak. Lakin ana istidrak uchun nahv shunoslar. Balag'atchilar boshqa bilan deyish mumkin. Istidrak ay la baqa'a li tamattu'ihim. Lakin zalika lil-ladina ittaqaw. Bu kafirlarning dunyoda bahramon bo'layotgan huzur halovati davomli muqim bo'lmaydi. Lekin taqvodor bandalar uchun oxiratda huzur halovat muqim bo'ladi. ونزلت في ابن سلام وغيره من مسلمات أهل الكتاب. أهل الكتاب مسلمان بوغان عبد الله بن سلام وشنغ أخشاش مسلم الله هكذا ما فين لك آية تشتري وإن من أهل الكتاب هنا يعني نجاشي أقل تشتري سكملده أو في 40 من أهل نجران لكن نجران أهلدن مسلمان بوغان 40 شواكين ولا خريستال دي تمسما و32 من الحبشة حبش لك كشلاده 30 كسي مسلمان بولبت كان ولما خريستانتين و8 من الروم rimliqlardan umum xristianlarga 8 musulmon bo'lib chiqqan. Shular haqida tushgan edi. Va kanu ala dini Isa alayhisalom. Demak, shular xristianlikda, ya'ni ahli Najron, Habasha, Rim bular xristianlikda. Abdullah ibn Salamlar ular yahudiylarda. Bular musulmon bo'lgan. Shular haqida mushu va inna min ahli kitob degan oyat nozil bo'ldi. Lekin bu sababning nuzulini o'qisak, Najashi haqida nozil bo'lganligi bakrak jallat. Rasulullah bir kuni Najashininki vafot bo'lganligini xabar qildi mu'minlarga. Bugun qarindishlar Ashama vafot bo'lib ketdi deb salatul g'oyib o'qidi janozani. Shu chaqda ba'zi munofiqlar ba'zi gapni qiladi. Bu shu xristian anda nimaga namoz o'qib yuridi bu Muhammad. Bu deb qilgan chaqda bu mu'minlar bular deb ma'ya tushgan edi. Demek ma'ayatdan va inna min ahli kitobi lama yu'minu billahin ahli kitobning hammasida o'xshash emas. Bularning ichida musulmon bo'lganlar va kitobni burmilmaganlar va ahli kitobda mu'min bo'lganlarning buning fazilati katta demakchi. Va inna min ahli kitobi lama yu'minu billah. Ahli kitobdan haqiqatan Allohga iymon keltirganlar va ularning o'xshash emas. Dakhalat lamul ibtida ala ismi inna. Lamul ibtida yani laman yu'minu. Bu ismi innaga kirdi dedi. Laman yu'minu degan man shara ismi inna. Yani men yu'minu billah diyanmasa innana ismi şu. Fi mahalla nas ismi inna desek lam şu ismi innaga chaqlashib chiqdi mana. Nima uchun desa li faslu zarf baynahuma. Zarf ayirayotgan xos zarf beradi. Shundaqdan bir xabar oldi o'tib deymiz. Min ahli kitob degan xabar. Men yu'minu billahi min ahli kitob dendi. Xabar oldi o'tib olganlik uchun lamul ibtida kirdi deydi. Wa ma unzila ilaykum ve ma unzila alayhim Allah'a iman etilgan sizlarga nazil bo'lgan Qur'onga iman etilgan yani o'zlariga nazil bo'lgan kitoblarga maşı burmulanmagan to'g'ri haqiqiy kitobga iman etilganlar bor Tavrat yoki Injil demakchi xoshi'inallah yani bular taqa iman etdi jannatga Alloh taolaga xushu' qilgan holatda bo'ldilar halu min fa'al yu'min iman etgan chaqda xushu' bilan iman etdi. Li'anna yu'minu fi ma'nal jama'. Yu'min degan iman etdi degani mufrad sig'is kelgan bo'lsin bu ko'plikni bildiradi. Har bir odam yu'min bo'lgan kim bu ko'plikni bildiradi. La yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Ular mush ahli kitobdan musulmon bo'lib iman etib Qur'onga ishonganlar, o'zining kitoblarini burmilmagan holatda iman etganlar, ular Allohning oyatlarini yo'qolan pulga setmaydi dedi. Bu nimadan iborat? Ta'rid. Bularda setmaydi lekin boshqa iman etmagan, Qur'onga iman etmagan, kitobni burmilganlar setaydi. Yuharrifuna al-kalima mawadi'i. Masalan biz o'g'ri emas degan gap xuddi sen o'g'ri degandek ekan. Dama
tarid oldu bu. Yani ma'lumda Allah'ın ayetini setmetmeydi degan iman etmagan badbaxt Yahudi Nasaralar setmetkenmiş. Kema yafal man lam yuslim min ahbarihim ve kibarihim. Mana ve huve halun ba'da hal. Ay gayri müşterin. Yani onda setmetmegen halatta, kuşak qilgan halatta iman etadiganlar bardir. Ulaika lahum ajrun inda rabbihim. Ana shulaga ahli kitobning musulmon bo'lganlari deyla. Parvardigordan ular tezlik ajr savob bardir. Ay ma yahtassu bihim min al-ajr. Mana ular xos bo'lgan alohid ajr bor. Wa huwa ma wa'iduhu fi qawlihi ulaika yu'tawna ajrahum marratayn. Aşula savabni ikki hissa, ikki qatim berilganlar. O'zining payg'ambari o'zining kitobida shengen bir, Rasululloh Qur'onda shengen bir, ikki hissa savab olganlardir. Diyat va'da qildi, ikki hissa savab berishni va'da qildi-ku. Demak, ashunda katta ikki hissa savab bor. Yani bir oyatda yu'tikum kiflayni min rahmatihi. Davomiki, buning nusmi katta. Xuddi alladhi hajaru va ukhruju ula katta bo'lgandek, ma'lum savobi katta demak. Hali bunda rəqlisək həm də hicrət qilganның savabını qıldı. Allah ayətdir. Ondan əhl kitabdan Müslüman bulab Qur'an üçün Rasulullah ayətlərinin savabı ondan qalsa umma katta bir mərtəbə ekanligini təkidlədi. Yaşları lüğət mühendisi almashtırdı demek. Şiradiga almashtirish. Da setilish ya setishda ya. Setishni ishlatdi, setilishni ishlatdi. Shuna mutlaqan mubadala deymiz. Shiradigan aslında işilmandikini Qur'on Karimda. Va sharavuhu bi thamanin bahsin yashruna deb keldi. Yani al-bay' va shira ikkalasi tushdi. Shira degan shu mubadala deymiz. Almashtirganlar, tegishadiganlar. İnna Allah sariyul hisab li nufudi ilmihi fi kulli shay. Hamma narsani bilgachga sizlar hisob ilib turgan zotdir deydi. Ya ayyuhallazina amanu isbiru va sabiru va rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bu oxirgi oyatmish. Al-Imron surasining oxirgi oyati. Yani bu şu surada mu'minlarning kafirlar bilan bo'lgan kurashlari, ular aziyat, mujohada shunday ahvolni bayon qilinishi ama sanki bu mush kurash, yoki sinfiy kurash nurg'un aziyatlarni taqozo qilgan ekan, sabr qilish talab qilindi demak. Oxirda sabr buyurish bilan oxirlashtirib mu'minlarni dunyo va oxiratdagi foydali bo'lgan ishlarga yetaklash bilan oxirlashtirdi. Yo'lni ko'rsatib qo'ydi. İman etqanlar sabr qilinglar. Nima gelsa al-din va takarrur. Din buyurgan ishlarga, to'sqan ishlarga. Menda sabr deyildi, ish qildi. As-sabr ala-ta'a va as-sabr anil-ma'siyah. Demak, bu mo noyat ta'sishimdi. Qala al-Junayd qaddasallohu ruhahu as-sabru habsun nafsi ala al-makruhi bi nafyi al-jaz'i. Jaza degan sabrsizlik. Alaqzadulash va isrash. Kichikkina binasida qo'y allikallada chidamaslik degandek ahvollar. Chidamay, qonmay, alaqzad bo'lib ketmay, vaysirmay, yomon ko'rdigan narsaga shu o'zimizning nafsini biz chidab turishga iborat deb sabr. Sabrning ta'rifini qilganlar. Bu zoidlarning birisi, Junayd al-Baghdadiy. Yomon ko'rdigan narsa. Masalan, tayoq yeydi, pulmanni bulib oldi, ilib oldi, ude tillide, turmuslab qo'ydi. Muşu nuvasa çıdarsın. Ve sabiru diyen xuddi ağlulan sevirdişip. Ağımı sevir qilib baktı, bizni sevir qilib baktık. Allah'ın düşmanları mı? Uğuluma bazıda yaralandı ama mağlup oldu, öldürüldü. Ayında işlenirse onu çidap baktı, yani kayıt ucum qilib baktı o. Bu aslında çidap baktı, bizim onumuzdan bakırak besliş, çidişip bakkandak. Çidişin var degandek. Yani cihatta Allah'ın düşmanları bilen sevirçallıkta inde beslişinler degandek. Ey galibuhum fis sabri ala şedaidil harb. Canının şiddetlik ahvallarga, igirçiliklarga sevir qilishda ularni yenginglar, ularni ustin qilinglar. La takunu aqalla sabran minhum. Savrta qilishda ulardan az savrchan, ulardan tuvan savrchan bo'lib qolmanglar. Ulardan bakrak savrchan bo'linglar. Ulardan bakrak mustahkam sabat bilan turadigan bo'linglar demoqchi ekan. Yoki bunda desak mana va sabiru degani mu'minlar o'zaro bir-birini havdab chidaylar, asan bel qo'yotmaydi deb bir-biriga sabrni tavsiya qilibmanlar desak bo'ladi. Musobara deydi. Bu oyat tavasul bil haqq va tavasul bis sabr. Shunga o'xshash. Yani bir-biringlarga sabrni tavsiya qilib, bir-birini sabr qilishda havdishib manlar degandek.
Varabitu Allah'ın dinini, Müslümanların diyarını qo'g'dash uchun jihadni saqlab, mudofiyada qarovullik tutinglar degan. Varabitu degan. Yani vaqimu fi thugur. Thugur degan to chegara egizlari. Thugur degan ashna kama oldigo egiz, kama. Chegara egizlar dushman qildigan egizlarni. Şu yerda turinglar. Rabitina khaylakum fiha. Bu yerda otlaringlarni shu chegara egizlarda bog'lagan holatda jangga tayyor holatda turinglar. Mutarassidina musta'idina al-ghazw. Jangga tayyor holatda dushmanni kuzatib munda ko'z quloq ulab turgan holatda deydi. Demek bu murabatının bir xil sabrning bir turi bu. Sabrning bir turi ana açıqlandi. Murabato degan manda shakldagi sabrni qilinglar deb ketib qo'ydi. Vattaqulloha la'allakum tuflihun. Yana sizlar nijotga erishib qolasizlar deb shuni umid qilib Alloh taolaga taqodirlik qilinglar. Endi falah degan nima esa al-baqa'u ma'al mahbubi ba'da al-khalas 'anil makruh. Nefsimiz yaman ko'rdigan narsadan qutulib bo'lgandan keyin biz yaxshi ko'rdigan, suydigan narsalarni yoki kishi bilan birga tursak, bu falah bo'ldi. Bu endi falahning tarifi. Va la'alla li tagyibil ma'ali, la'alla degan bir xil tarajjidam to. Bu umid endi bu, nimani bildirdi olsa li tagyibil ma'al. Ma'al degan natija, oqibat. Bu oqibatni hozir bunda gunga qilib qo'ydi bu. La'alla balki bunda bo'lib qolsa, keskin bunda bo'lishlarimizda. Keskin falah erishladimi? Falah erishib qolasizlar. Unda tutqiraq qilib qo'ydi deydi. Shuning uchun la'allani ishlatdi deydi. Yalla yattakilu alal amali an taqdimil a'mal. Nima uchun esa amal qilmay quruq orzu umidga yetib olmaslik uchun tirishchilik ko'rsatmay Alloh taolo bundan qilsam deganda va'dagan to'plamg'achida quruq orzu qilib yetib olmaslik uchun la'alla deb bunday qilib qo'ydi. Atroq ehtimollar bilan bunday deb qo'ydi deydi. Kes divetmedi. Ve qiylasbiru fi mahabbati manda tasvir qilinibdi. Bu mutasavvifning zahirining tasviri bo'lishi mumkin. Sizlar mening muhabbatimda sabr qilinglar. Isbiruni ashunday. Isbiru fi mahabbati. Sabiruni mening ne'matimda sabr qilishinglar. Va rabitu anfusakum fi xidmati. Mening xizmatimda o'zingizni taqilinglar. La'allakum tuflihuna digina tazfaruna bi qurbati. Menga yaqin bo'lish darajasiga yetib qazanishinglar uchun. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران. Zahrawayn bizning to Jamiatul Azharimiz. Yamanda Çiçek nurluq. Nurana. Nur yağdırıp turgan, nur çeşip turgan üniversitet yamıqlar. Oqan maktabının ismini qo'ygan. Ha? Bu Jamiatul Azharga nurgan bo'lsa çiçek üniversitesi ise taqdirda. Çoğun Fatimatul Zahra nurana, chiroyli nur yağdırıp turgan ya aqpishmaq degandek bo'lishi mumkin masalan. Muşu ikki surda Alloh taolaning huzuridan kelgan hidoyat nuri bir kuchli bo'lg'achqa Zahrawayn deb. Ya'ni ikki nurani surni o'qinglar. Baqara va Ali Imronni deb. Chunki bunda Alloh taoladan kelgan shunday hidoyatga munosib oyatlar bir katta, zo'r. Ham jihatini sanjatdim. Fa innahuma ya'tiyani yawmal qiyamati ka'annahuma ghamamatan. Innavama chunki qiyomat kuni bu ikki sura xuddi ikki parcha bulutdek keladi dedi. Av g'ayayatan. G'ayaya deganmi? Ya bulut ya sayvandek. Ha? G'ayayatan. G'amamatan deblar. Ma hadis asna rivoyat kelgan. Ha? Ya shakki bilan ravi bo'lishi mumkin. Yoki Rasululloh shunday degan bo'lishi mumkin. G'amamatan av g'ayayatan. U g'ayaba emas. G'ayabatan. Bu hadisdan Müslüman g'ayayatan deb qo'ygan. Bu nechqadim unda oldimda o'tkazilsin g'ayayatan. Shu hadis yodlab rivoyat qilish kerak ekan. La ta'khuzul ilma an suhufiy degan. Kitobi xato bo'lib qolishi mumkin. Hamda xato bo'lib qolishi mumkin. Bu nimada iborat? G'amam degan bu bir bulutdan beshini sa'y surib turgan. Yoki g'ayaya degan hayvondek endi. Ikki parcha sa'y surib turgan narsa. Kullikdek, bulutdek bunday narsa. Aw firqani min tayrin sawafa. Yoki ikki guruh qanotini ochgan ya qator tizilgan degan savof degan. Yoki qanotini ochgan degan. Qur'on karimda boshqa savof deb bor. Bunda ikki guruh qushdek keladi. Tuhajjana an ashabihima. Ashun o'qigan qarilar, o'quvchilari, igilar degan endi shu o'qilar. Bu endi so'zlar xuddi shunda shaklda keldi ya, bu shaklda yoki qanotini ochib qator tizilgan guruh qushlardek keladi. Shu endi.
deb ashuni o'qigan egilari uchun men bizni o'qiganda biz guvoh qilamiz bu munda martiga so'ldab ashuni aqlab ashuning davosini qilib kelgan. İmam Ahmed rivoyat qilgan. Yani firqa deganni jamoatan, savoq deganni basita ajnahatuma desak bo'ldi yoki saf bo'lib tizlik qildi desak bo'ldi. Lekin yana bir tafsirda mushu ribat deganni namozni saqlab masjidda turib masjidni gullantirish deb kelganlar bor. Ribat استروا وصلوا ورابطوا فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة أجبر حديثنا آخر ده شنو كيان كثرة الخطأ على المساجد وإسباغ الوضوء على المكاره دب انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط هذا مش لا إشكال تفسير بامده namozdan keyin yana bir namozni saqlab turish bu bir xil ribat. Yana sayinki bir hadisda ribat yawmin khayrun minad dunya va ma alayha. Bu ribat yawm degani hozir shu chegara og'izda bunda dushmanni saqlab diğerini qo'g'dab turish degan. Bir kunni butun dunyodagi og'izdan bundan yaxshi afzal. Ma tafsir ibn Kasirning Uyg'ur tarjimasida mush oyatning tafsirida Abdullah ibn Mubarakningki Fudayl ibn Ayadga Mekke'de Eren'de ibadet kıygan, ibadet kuy Fudayl ibn Ayad'nın nüske yazgan xati var. Şiiri. Ya abidel haramayni lev absartana le'alimte enneke bil ibadeti tel'abu diye. Şunun tercümesini Uygurça'na bagaj tercüme kılabı. Şiirini okusa, ben daha kitap yoktu, bunu ağaç gittim. Tefsirini kesirinin tercümesi. Uygurça'nın bagaj çıkılığı. Arapça'nın belki canlığa sıkındı. Bu Abdullah ibn Mubarak bir yil haj qilib bir yil jihad qilarkan. Rim taraf mushazib Turkiya tarafida to'liq jihad qilgan Zohidinda Imom Abu Hanifaning shogirdi. Bu Fudayl ibn Ayad Mekkada unda jihadni qilmaymda haramda ibodat qilib Fudaydan bo'lgan ekan. Ma bizning ishimiz markattiraqda deb anıga xatizib shu she'rni. Sen bizning shu chang tuzanlarda otlarning kishnashlari mushunda shiddatli ahvollarda jang qilayotganini ko'rgan bo'lsam, sen ibodatingda o'ynayotganligingni his qilding. Hech qanday jafo yo'q, xotirjam huzurda Makka qarab namoz o'qib subhanalloh deb o'tirishing bu o'yandek bir ish bu deb bak yaxshi fikrlab yozgan she'rimda. Vallahu a'lamu bis-savab va ilayhil marji'u vel ma'ab. Mushunlan surati Al-Imronning tafsiri tamom bo'ldi. Allohning fazli marhamati bilan tamomladik. Ba'zi bir xatoliklar, taqatqimga yaralaqamiz Alloh taolo mag'firat qilsin inshaalloh. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.